kelishingizdan oldin o'tirib turishingizda qiynalardingiz, to'g'rimi? Bukishda, suzishda qiynaladi. Hop, zinadan tushganda, chiqqanda qiynalardingiz. Hozir уже harakatingiz yaxshilangan. Ha, amaliyot qilaman. Bitta ko'taraylik, qancha ko'taramiz? Ana shu, mana bo'ldi. Hamma ko'rib olsin. Bo'ldi. Endi o'ng sog'lom tizzamizni ko'taraylik. Ko'taring. Qancha bu? Farqi bilib olsin-da. Shartli yana. Bo'ldi. Tushunarli. Qani, kelingchi. Keling. Yaxshi. Yaxshi, rahmat. Qani, buxoramiz bitta yurib ko'rsinlar. Yaxshi. Oqsashimiz bormi? Yo'q. Ana. Yaxshi, rahmat. Chiroylimi? Chiroyli bo'ldimmi? Rahmat. Mana shu yaxshi. Endi yana bitta. Ha. Boya o'ng oyoq, chap oyoq ko'tarib ko'rsatdik. Ko'rsataymi? Qani. Chiroyli. Ha, rahmat. Rahmat. Hozir Mo'lajam. opamizga birinchi o'rinda zarb to'lqinli terapiya, neyrostimulyatsiya hamda magnit terapiya qilindi. Menisklarni o'ziga ishlov beradi. Maqsad, xudo xohlasa, birinchi o'rinda qon aylanishini tiklash, nerv o'tkazuvchanligini yaxshilash hamda mushaklardagi spazmlarni olish. Yana bitta ko'rsatib olaylik. Boshqatga. Opa. Yaxshi. Yurib beramiz. Mana. Oqsoqlashimiz yo'q-a? Yo'q. Ha. Deb berasiz. Rahmat, kattakon. Rahmat.